bundan bir necha yil avval Tashlandiq maydonida yosh tadbirkor Yusufbek Karimov tomonidan mana shu yerda 9 gektar maydonda ana shunday 4 ta ko'l tashkil etildi. Kelgusida esa rejalar katta, bu yerda inkubatsiya jarayonini ham olib bormoqchi. Aslida bugun mamlakatda tadbirkorlik uchun, biznes uchun yaratilayotgan sharoitlar Qoraqalpog'istonning har bir hududida, mana shu biz turgan Xo'jaylining Jang'ajab avulida ham yangi loyihalar misolida o'z ro'yobini ko'rsatmoqda. Mana shunday sazan baliqlari mana shu ko'llarda Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi mana shunday ko'llarda yetishtirilyapti. Mening yonimda suhbatdoshim Qoraqalpog'istonlik yosh tadbirkorlardan biri Yusufbek Karimov. Yusufbek, zo'r biznes boshlagan ekansan, jab-jassang, ustiga baliqlarni yetishtirib o'tirsang, risk qildan qo'rqmaysanmi? Qancha yil bugun Qoraqalpog'istonda rivojlantiruv, baliqchilik rivojlantiruv imkoniyati bor? Odamlar o'ylashi mumkin, oson deb o'ylashi mumkin. Mana baliq tashlasam, yem bersam, mana ozuqa bersam, o'zini o'zi o'sib ketaveradi o'ylaydi. Va bu asli xato narsa. Buning hozir o'zimiz ham odamlar shifokor bor-ku. Buni ham ripxoz borda o'zi har haftaga laboratoriyaga olib boradi, baliqadi. Uning analizini oladi, suvning analizini oladi, gradusi qancha, suvning sostavi qancha, yaxshimi, ifloslanib ketdimi suvning. Shunga qarab bizlar bu yem berib, zavodga buyurtma berib, o'zimizga to'g'ri keladigan shu yemni ishlatib berib, biz shuni olib kelib shu proteiniga qaraymiz, kalsiysiga qaraymiz, namligiga qaraymiz. Baribir katta ilm kerak. Ilm kerak-da. Mana shu yerda qancha ko'l bor? Hozir bu yerda 4 ta ko'limiz bor. Hozir kunda va bu birinchi bu ko'p turgan ko'lingiz hozir bu Chavaq aytiladi, Chavaq deb aytiladi. Bu ko'limiz Chavaq ko'li. Da, buni hozir katta qilamiz, ikkinchi etapda, mana ikkinchi